Ushbu video minorali kran yordamida yuk ko'tarish ishlari tartibi va majburiy xavfsizlik qoidalarini tushuntiruvchi o'quv materialidir. Iltimos, ishni boshlashdan oldin videoni oxirigacha tomosha qiling. Xavf omillarini oldindan aniqlang va baxtsiz hodisalarning oldini olish hamda xavfsiz ishlash uchun birgalikda amal qiling. Umumiy talablar. Quyidagilar minorali kran yordamida yuk ko'tarish ishlarida bajarilishi shart bo'lgan umumiy talablardir. Ish vaqtida shaxsiy himoya vositalarini to'liq taqish shart. Ishdan oldin va keyin ish joyini doimo tartibli saqlang. Barcha ishlar faqat ish ruxsatnomasi tasdiqlangandan keyin bajarilishi kerak. Ish vaqtida xavfsiz harakatlanish yo'laklari va yetarli ish maydoni ta'minlanishi kerak. 2 metr va undan baland joyda ishlaganda xavfsizlik kamarini albatta taqing. Xavfsizlik moslamalari va qurilmalarini ozboshimchalik bilan olib tashlash yoki demontaj qilish taqiqlanadi. Kran yordamida og'ir yuklarni ko'tarishda atrofga kirish taqiqlanadi. Quyidagilar ish boshlanishidan oldin albatta tekshirilishi kerak bo'lgan bandlardir. Shaxsiy himoya vositalarining taqilgan holatini tekshiring. Himoya kaskasi, xavfsizlik kamari, xavfsizlik jileti va qisilib qolishdan himoya qiluvchi qo'lqoplarni to'liq taqish kerak. Strop, bog'lovchi halqa va qulflash moslamalarining holatini tekshiring. Xavfsizlik blokining po'lat arqoni, tashqi holati va ilgak qulflash mexanizmining ishlashini tekshiring. Ko'chma xavfsizlik zinapoyasi yoki zinapoyaning ag'darilishdan saqlovchi moslamasi holatini tekshiring. Transport vositasi to'xtagandan so'ng dvigatel holati va stopperlar o'rnatilganini tekshiring. Endi minorali kran yordamida yuk ko'tarish ishlari tartibini tushuntirib beramiz. Minorali kran yordamida yuk ko'tarish ishlari tartibi. Transport vositasida ishlash vaqtida har qanday ishni boshlashdan oldin umumiy talablar bajarilishi shart. Transport vositasi yo'naltiruvchining ko'rsatmasiga binoan belgilangan joyda to'xtatiladi, dvigatel o'chiriladi va ish boshlanishidan oldin gildirak tosiga stopper o'rnatiladi. Ishchi radioaloqa orqali minorali kran operatori bilan bog'lanib, stropni yuk ustiga tushirishni so'raydi. Ishchi outrigger bilan jihozlangan zinapoyani o'rnatadi. Yerda turgan holda ishchi o'zining xavfsizlik ilgagini kran stropiga o'rnatilgan safeti blok qurilmasiga ulaydi. Xavfsizlik ilgagi ulanmasa, ish vaqtida sirpanish yoki balandlikdan yiqilish xavfi yuzaga keladi. Xavfsizlik ilgagini ulagan ishchilar 2 kishilik guruh bo'lib zinapoya orqali yuk ustiga chiqadilar. Yuk ustiga chiqqan ishchi yuk ko'tarish moslamalarini zinapoyadan eng uzoq nuqtadan boshlab o'rnatadi. Barcha mahkamlash ishlari tugagach, ishchilar 2 kishilik guruh bo'lib orqaga yurib zinapoya orqali yerga tushadilar. Zinapoyadan oldinga qarab tushish yiqilish hodisasiga olib kelishi mumkin. Yerga tushgach, ishchi xavfsizlik ilgagini yechadi. Shundan so'ng yuk transport vositasiga ko'chiriladi. Yuk ko'tarish vaqtida yiqilishning oldini olish uchun transport vositasiga oldindan chiqish taqiqlanadi. Ishchi transport vositasiga outrigger bilan jihozlangan zinapoyani o'rnatadi. Yerda turgan holda ishchi o'zining xavfsizlik ilgagini kran stropiga o'rnatilgan safeti blok qurilmasiga ulaydi. Xavfsizlik ilgagini ulagan ishchilar 2 kishilik guruh bo'lib zinapoya orqali transport vositasiga chiqadilar. Agar yuk balandligi beldan yuqori bo'lsa, qo'shimcha zinapoya o'rnatilib, ish 2 kishilik guruhda bajariladi. Yuk ustiga chiqqan ishchi yuk ko'tarish moslamalarini zinapoyaga eng yaqin joydan boshlab ajratadi. Barcha mahkamlash nuqtalari ajratilgach, ishchilar 2 kishilik guruh bo'lib orqaga yurib zinapoya orqali tushadilar. Ishchi zinapoyadan tushayotganda doimo zinapoyaga qarab tushish kerak. Yerga tushgach, ishchi xavfsizlik ilgagini safeti blok qurilmasidan ajratadi. Ishchi minorali kran operatori bilan bog'lanib, stropni transport vositasidan uzoqlashtiradi. Barcha ishlar tugagach, haydovchi dvigatel o'chirilganligini tekshiradi va yukni kamida 2 nuqtada mustahkam mahkamlaydi. Ishchi gildirak tosigini stopper transport vositasidan olib tashlaydi. Shundan so'ng transport vositasi xavfsiz tarzda yo'naltirilib, harakatga chiqariladi. Minorali kran yordamida yuk ko'tarish ishlari tartibi. Yerda ish bajarish vaqtida transport vositasi yo'naltiruvchining ko'rsatmasiga binoan belgilangan joyda to'xtatiladi, dvigatel o'chiriladi va ish boshlanishidan oldin gildirak tosiga stopper o'rnatiladi.
Haydovchi dvigatel o'chirilganligini tekshiradi va yukni mahkamlash ishlarini bajaradi. Ishchi radioloqa orqali minorali kran operatori bilan bog'lanib, stropni transport vositasi ustiga tushirishni so'raydi. Ishchi outrigger bilan jihozlangan zinapoyani o'rnatadi. Yerda turgan holda ishchi o'zining xavfsizlik ilgagini kran stropiga o'rnatilgan safeti blok qurilmasiga ulaydi. Xavfsizlik ilgagini ulagan ishchilar 2 kishilik guruh bo'lib zinapoya orqali transport vositasiga chiqadilar. Agar transport vositasidagi yuk balandligi beldan yuqori bo'lsa, qo'shimcha zinapoya o'rnatilib, ish 2 kishilik guruhda bajariladi. Yuk ustiga chiqqan ishchi yuk ko'tarish moslamalarini zinapoyadan eng uzoq nuqtadan boshlab o'rnatadi. Barcha mahkamlash nuqtalari ajratilgach, ishchilar 2 kishilik guruh bo'lib orqaga yurib zinapoya orqali tushadilar. Yerga tushgach, ishchi xavfsizlik ilgagini safeti blok qurilmasidan ajratadi. Ish tugagach, zinapoya xavfsiz joyga ko'chiriladi. Zinapoya olib tashlangandan so'ng, ishchi saqlash maydoniga borib, yerning tekisligini va taglik yog'ochlarining joylashuvini tekshiradi. Shundan so'ng yuk saqlash maydoniga ko'chiriladi. Yuk ko'tarish hududi xavfsiz saqlanishi va ishchilarning kirishi qat'iy nazorat qilinishi kerak. Bu yukning tushib ketishini oldini oladi. Yuk ko'z darajasiga yetganda, uning holati yo'naltiruvchi arqon yordamida tuzatiladi. Agar ishchi yuklar orasida ishlasa, qisilib qolish hodisasi yuz berishi mumkin. Yuklarni joylashtirishdan oldin ular orasiga albatta taglik yog'ochlari qo'yilishi kerak. Yuk joylashtirilgandan so'ng, ishchi outrigger bilan jihozlangan zinapoyani o'rnatadi. Yerda turgan holda ishchi o'zining xavfsizlik ilgagini kran stropiga o'rnatilgan safeti blok qurilmasiga ulaydi. Xavfsizlik ilgagini ulagan ishchilar 2 kishilik guruh bo'lib zinapoya orqali yuk ustiga chiqadilar. Yuk ustiga chiqqan ishchi yuk ko'tarish moslamalarini zinapoyaga eng yaqin joydan boshlab ajratadi. Barcha mahkamlash nuqtalari ajratilgach, ishchilar 2 kishilik guruh bo'lib orqaga yurib zinapoya orqali yerga tushadilar. Yerga tushgach, ishchi xavfsizlik ilgagini yechadi yoki ajratadi. Ish tugagach, zinapoya xavfsiz joyga ko'chiriladi. Ishchi gildirak tosigini stopper transport vositasidan olib tashlaydi. Shundan so'ng transport vositasi xavfsiz tarzda yo'naltirilib, harakatga chiqariladi. Kichik e'tiborsizlik katta baxtsiz hodisaga olib kelishi mumkin. Bugun ham xavfsizlik qoidalariga rioya qilib, xavfsiz ishlashni ta'minlaylik.